O va nihoyat bitishibdi. Muncha yaxshi o'zi ham. Oho, muncha qo'rqinchli qorayli vosh zo'ri. Mayli, barchaga salom, men Kompot. Bizning yangigina videomizga xush kelibsiz. Bugun mana bu joydan qurib ketishdi. Ustalar, ya'ni men yoqqa nima bo'ldi deyotgan bo'lsanglar, bilmadim, nimadir tushdimi, nimadir bo'lib, mana o'rtasi polni yuvib qoldi. Endi esa bu yoqqa kattagina ko'prik qurdi ustalar, ya'ni juda ham yaxshi bo'ldi o'zi ham. Endi esa bemalol o'tib chiqsak bo'ladi. Albatta bu juda ham keraklik. O'tib narigi tarafga esa o'tib bo'lmaydi. Polni yuvib ketgan. Qancha narigi tarafga borguncha undan keyin o'rtadan o'tgan yaxshi deb o'ylagan. Qaracha shunaqada. Mayli, nima bo'lsa ham ketdi qorayli вообще qorayli. Oho. Yo-mayo, o'zi qorong'uchang deb qolibdi. Men orqa qaytsamgina? Yo'q. Men hali oldinga borib yana ozgina yekmoqchi edim, adashmasam. Qaracha o'sha nima desam, o'rmonda bir ikkita ishlarim bor edi. Bola, ozgina ishlarimni qilib keyin qaytaman bola. Albatta shunaqa qilmasam bo'lmaydi. Ketdik unda, let's go bola, let's go. Juda ham yaxshi qorayli. Oho. Juda ham o'tib oldik, bemalol o'tib oldik. Menimcha anchalik pushiq ekan, menga yoqdi. Bo'pti, ketdik bo'lmasa. Cho'ta, menga bu yoqmayapti. Bola, qorong'i tushgani mayli-yu, lekin bu qizil oy juda ham g'alati-da. Prosta qaranglar, вообще. Qo'rqinchli, juda ham g'alati. Bu menga bir narsani eslatyapti-yu, lekin eslolmayapman. Nima ekan? Lekin juda ham qo'rqinchli va juda ham xatarli degani. Qizil oy juda ham xatarli. Demak, menimcha uyga qaytish vaqti ham keldi. Mayli, tinchgina uyimizga ham qaytamiz. Tezroq qaytib olsak bo'ldi. Qorayli вообще qo'rqinchli o'tib ketdi. Mayli, tezroq qaytib olsak bo'ldi. Adashmasam ko'prikmidi? Yo'q, tushunmadim. Men hozir adashib ketmayapmanmi qilib? Aniq ko'prikmi? To'g'ri yo'l menimcha. Aniq to'g'ri yo'l bu. Lekin bu qanaqa ko'prik bo'ldi? Bu men ko'prikdan yo'q, bola, bu qanaqa ko'prik bo'ldi? Qaranglar. Yo'q, men eslolmayman bunaqa ko'prik qurganimizni. Boshqacha edi-yu ko'prik. Men ko'zimga ko'rinyaptimi? Men boshqa ilojim ham yo'q. O'tishim kerak albatta. Ketdik. Sekin mana bu yerda chuqur bor ekan. Ketdik, o'tamiz. Yo'q, o'tmayapti. O'tib bo'lmayapti. Qanday o'taman endi? Yo'q, endi qanday o'tsam bo'ladi? Qanday o'tsam bo'ladi? Qayerda eshik ochiladigan joy yo'q. Nima? Yo'q, nima bo'ldi mana bu joyga? Qarang, tushib ketibdi. Endi orqa qaytish iloji ham yo'q. Endi nima qilsam bo'ladi? Endi nima qilaman, qaranglar. Yo'q, qanday o'tib ketsak bo'ladi bu yerdan? Mana bu tarafdan ham o'tib bo'lmayapti. Umuman o'tish iloji yo'q. Qanday o'tsam bo'ladi? Mana bu yerda yashirin blok bor shekilli. Ko'rmas. Boshqa iloji yo'q. Demak, pastga tushishim kerak. Pastda esa bir sandiq bor ekan. Menimcha men o'ylayotgan narsa bo'lishi kerak. Demak, pastda bironta richak yoki bironta narsa bor. Mayli, mana bu yerda esa bunda bo'ldi. Arqonni sekingina. Mana bu yoqqa chiqsa bo'ladimi? Yo'q, chiqsa bo'lmayapti. Bo'lmasa pastga tushib o'sha sandiqni qarab ko'rishimiz kerak, ya'ni bilmayman. Ichida yana nima borligini. Mayli, nima bo'lsa ham tushib ko'rishga harakat qilaman. Yo'ldan ko'ra bor yaxshi degandek, tushib ko'rishga harakat qilamiz sekingina. Faqat sekin tushishimiz kerak. Tezlashmasdan sekinlik. Men nima bo'lib jonim ketib. Bo'lim yerda bosh tushagini ko'rdim. Odamni ana u yerda odam tanasini ko'rgandim. Yo'q, juda ham qo'rqib ketdim. Mayli, richakdan qoramiz. Endi tepaga chiqish kerak. Yetadimi yana? Oppa. Yo'q, yetmayapti. Nima qilaman? Oppa, mana bu joyga yopishtiramiz. Davay. Sekingina chiqamiz, sekin. Yo'q, sekingina chiqamiz. Mana bu joyga o'tib olib, sekin. Yo'q. Sekin, oppa bo'ldi. Endi keyingisiga sekin. Yo'q, tushib ketdim. Yo'q. Yana boshdan chiqishim kerak. Qanday juda ham ehtiyot bo'lib chiqishimiz kerak ekan. Bo'lmasam tushib ketamiz. Sekin, iltimos sekinlik bilan
sekin yaxshi bo'lib chiqyapmiz. Oppa bo'ldi, endi yo'q yopishtirsam, oppa bo'ldi. Endi sekingina chiqamiz va mana bu joyga sekin. Oppa, sekin, oppa, yaxshi chiqdik. Rechakni bosam bo'ldi. Yo, endi bu aradan o'tishimiz kerakmi? Men aradan o'tolmayman. Men bu yerdan o'tolmayman. Juda ham xavfli. Mayli, o'tishga harakat qilishimizga boshqa ilojimiz ham yo'q. U yerda suyak menimcha u ham o'tolmasdan o'lib ketgan. Mayli, nima bo'lsa ham biz sekin o'tamiz. Yaxshi. Mana bu joy juda ham katta ekan. Mana bu joyga sakrab bo'lmayapti, hali ham yo'q. Mana bu joyga sakrashimiz kerak. Mana bu joyga. Oppa, yaxshi. Mana bu joyga sakrash. Yaxshi 1, 2, 3. Oppa, yaxshi o'tdik. Yo, faqat bu yerdan o'tishimiz kerak deymanglar, iltimos. Juda ham xavfli-ku. Qanday o'taman? Parkurda ham yaxshi emasman. Nima qilsam ekan? Orqa qaytish iloji ham yo'q. Qaytishdan foyda ham yo'q. Demak, bunda sekingina o'tishni boshlaymiz. Yaxshi, mana bu joyga o'tamiz. Oppa, yaxshi. Juda ham yaxshi. Iltimos tushib ketmaylik. Bu bitta xato va pastga tushib ketaman, ya'ni. Mayli, nima bo'lsa ham tezlashimiz kerak faqat. Tezlashimiz kerak deganda tezroq mana bu joydan o'tib olishimiz kerak, chunki juda ham qo'rqyapman. Ayniqsa balandlikdan qo'rqaman. Oxirgi shu yerdan o'tay, iltimos oxirgi. Qimolladi mana u. Menga qimollagandek tuyuldi. Albatta kommentariyga yozib ketinglar, men qimollagandek tuyuldi. Albatta videoni boshdan ko'raman. Menimcha qimolladi. Yo'q, men bilmayman, lekin anig'ini mana bu joyda qanaqadir qabrlar, tushunmadim, qanaqadir jonim ketdi. Mayli, xo'sh. Bu yerda ham bo'ldi. Bu yerda ham eshik yopiq. Qanday o'taman? Bo'lmayapti, hali ham nima qilamiz? Xo'sh, boshqa iloji ham yo'q. Mana bularni olib chiqishimiz kerak menimcha. Qanaqadir o'z joni ketyapti. Xo'sh, bu sandiqda lapata bor ekan, demak, ichini ochib ko'rib, ichida bir narsalar bo'lishi mumkin. Короче, mayli, qabrlarning ichini ochamiz. Xo'sh, bu qabr o'zi ham ochiq ekan. Mayli, o'zi odatiy holam bo'lib qoldi, qo'rqmay ham qoldim. Jon o'zidan-o'zi ketyapti. Bu yopiq ekan, qani ochib ko'raylik, nima bor ekan ichida. Xo'sh, ochamiz. Menimcha kerak narsa yo'q. Mayli, kerak emas. Xo'sh, buni ichida-chi, buni ichida ham ochiq ekan ozgina. Qani ochib ko'raylik, chidarchi yana. Hali oxirigacha ochilmagan ekan. Bo'ldi. Ben bilaman bu nimaga kerakligini. Bu короче mana buni ochsa bo'ladi. Короче, hozir men sizlarga ko'rsataman. Hozir oppa. Tushunmadim. Vujud sinib qoldi. Yo'q, bitta yetmasligini bilganim. Shunga yana bitta bo'lishga adashmasam, yana bitta bo'lishga iltimos, yana bitta bo'lsin, bu safar aniq ochaman. Kalit bor ekan. Let's go. Ochamiz. Davay. Ochildi, bo'ldi. Endi esa keyingisi yana shartlar. Bu endi qanaqa nima qilamiz bu yerda? Nima qilsak bo'ladi? Xo'sh, men tushunmayapman. Men aqlim yetmaydi bunaqa narsalar. Kim qilgan? Men hayronman. Bitta solib kesingda, men tushunmasam axir. Mayli, qanaqadir znaklar, mana bu joyda ham znaklar turibdi. Qanaqa belgilarmi? Eshik hali ham yopiq. Bu yerda qanaqadir spichka, ya'ni olov spichka deymiz, mayli, ruschalab. Bu yerda qanaqadir belgi, menimcha, tushunarli, belgi bo'ylab yoqishimiz kerak bir qator. Mana buni yoqib chiqamiz. Keyingisi esa mana bu o'xshaganmi? Qanaqadir mana buni yoqish kerak ekan. Yoqamiz hozir. Yoqmayapti. Bo'ldi, yoqildi. Endi esa keyingisi mana buni yoqish kerak ekan. Oppa, yoqildi. Endi esa menimcha mana buni yoqish kerak ekan. Yaxshi, keyingisi mana bu. Xo'sh, qayerda? Mana bu joyda ekan, demak mana bu joyga. Bo'ldi, endi eshik ochildi. Bo'ldi, let's go. Qani o'taman endi bolam, men orqaga ham qayta olmayman. Endi shu yerga qolib ketaman, nima bo'ladi endi? Nima qilaman endi? Yo'q. Qaranglar, bola, qani o'taman endi? Yo'lni ham yopib qo'yishibdi. Endi qani o'taman? Вообще o'tishim imkonsiz. Endi shu yerga qolib ketaman, hayronman. Mayli, mana bu joyda sandiqda bir narsa turibdi. Nima qilaman endi buni? Mana bu joyga qo'yib chiqish kerakmigina. Menga shuni tuyulyapti degan. Doy, hamma yoqqa qo'yib chiqamiz. Mana bu joyga, mana bu. Bu joyga qo'yib tashlayveramiz. Короче, o'xshasa o'xshaydi, o'xshamasa shu yerda bir qolib ketaveramiz. Menga farq yo'q. Bu narsalar qilib tashlayapman.
mana bu joyga, mana bu, mana bu, mana bu, mana bu, mana bularga. Juda ham menimcha bo'ldi. Ha, menimcha bo'ldi. Mana bu joyga o'tirishim kerakmi? Balki ochilar. Yo'q, ochilmayapti. Nima qilish kerak bo'lsa? Tushunarli. Mana bular nima kerak? Demak, bular ham ishlatish kerak bularni ham. Xo'sh, mana buni olib chiqamiz. Mana bu boshda, mana bu boshda ham olamiz, ya'ni suyak, bosh suyak. Mana bu joyga qo'yish kerak menimcha, mana bu joyga. Endi esa mana bularni olib chiqamiz. Hoppa, yaxshi. Demak, buni ikki chekkaga qo'yamiz. Mana bu qizilni esa o'rtaga qo'yish kerak. Shuni ishlaydi. Qani qo'yib beradi-chi? Davay. Hoppa. Oh! Yo-moyo. O'xshadi bular. Bo'la o'xshadi. Yo-moyo, men kutmagandim, lekin to'g'risi o'xshamaydimi, bilmadim. Lekin qarachi nima bo'lsa ham o'tib oldik. Qanaqadir la'nati undan o'tib oldik ko'prikdan. Endi esa shekingina qaytsak ham bo'ladi. Tushunmadim. Tushundim. Demak, kompot turistor. Sen bu yerda nima qilyapsan? Demak, buni sen qilgansan aniq. Ha, bilganim aytdim. Bu Qiziloy birinsiga o'xshayapti deb. Lekin men o'tib oldim nima bo'lsam. Nimaga bu yerdaligini bilmadim-ku, lekin men bu yerda o'tib oldim nima bo'lsam. Endi esa qaytib kelmayman ham. Bo'ldi, ketdik tezroq bo'lishki. Qanaqa yomg'ir ham yog'ar. Qoraylar вообще qanday o'tganimga o'zim ham hayronman, bo'ldi. Albatta shuncha mehnatga like, mana obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga xayr. Judayam chaqmonchi qattiq bu. Chaqayapti-yu. Mayli biz ketdik, bo'lmasam tezlash kerak faqat uyga. Bitta bo'lmasam tezlashimiz kerak faqat. Tezlash kerak. Menga lekin nimadir yo'qdi, lekin azgina joylari parkur-sarkurlari, men kompot bo'ldim. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga xayr.